gaplashishga loyiqmikan? Olmani tagiga olma tushadi deyishadi. Sichqonni bolasi ham yerkallashni biladi. Bu kampirni topib olgan o'g'li ham o'ziga o'xshagan pandavaqa bo'ladi-da. Kuyovim shu korporatsiyasini bo'limi boshlig'i, shu janoblarning eng ishongan odami. Sizlarga o'xshagan tilanchilarni chumolini ezgandek ezib tashlash ularga hech narsa emas. Shu janoblarning ishonchi. Demak, shu janoblar adashib senday nokasni, insofsiz odamni ishga olib xato qilgan ekanda. Pandavaqa, shu janoblariga til tekizishga qanday hadding sig'di? Shu korporatsiyasi qanday joy ekanini bilasanmi o'zi? Oyi, bular bilan gaplashib o'tirmang. Mardikor o'g'il, tilanchi ona. Bunaqa landavur o'g'il tuqqandan ko'ra, daryoda cho'ki bo'lgani yaxshi edi. Oyi, Seni urdimi? Ha! Qizimni urishga qanday hadding sig'di? Basharangni buzib tashlayman hozir. Mana! yana bir qadam tashlasang, seni ham ayab o'tirmayman. Meni haqorat qilsanglar chidayman, lekin bolamga til tekkizmanglar. Meni aybim. Azobda yashading 20 yil o'g'lim. Oyi, hammasi joyida. Yetar endi. Bu yerda turib olib, har qanaqangi tomoshani ko'rsatishingiz shartmi endi? Nima keragi bor edi? Bo'ldi. To'yimni rasvo qildinglar. Ikkalang ham bu yerdan yo'qolinglar, tezda. Shanshan. To'g'ri aytasan. Ikkita tilanchi kelib, bay oilasida janjal ko'taradimi? Bu ishni hal qilmasang, bay oilasining yuzi yerga qaratiladi. Shanshan, nima qilding sen? Ular tiz cho'kib, mendan uzr so'rashsin. Men ularning yuzlariga 100 marta tarsaki tushiraman.